Tushishga yaxshi. Tushishga juda yaxshi. Meni ham olib kel, Feruz. Mana, bunani olib ket pastdan. Asta. Mana qarab oldim men. Mana ketdi mana. Dalaga javob. Shunaqa bo'ladi. Yurchi bormaydi. Quyida joy berdi. O'chirib. Kenglar. Şöyle. Vah sımdaşımız. Sımdaşımız çopşurlar 38 yaşta. Vah fırkırla falan. Feruz diye tuhafıyoruz ki ne? Hele kalk et hele. Do'stlar, xullas men ikkita odamni qaytarib kelishim kerak. Ikkalasi ko'rib turib qarab ketgan. Bittasi mana ketyapti. Bittasi bu yerda. Hozir shularni men qaytarib, Mayevkaga qaytarib olib kelishim kerak. Izidan quvib yetib olmayapman. Mana ikkalasini yetish uchun chopyapman. Bir kishi qoldi. Yana mendan uzoqlashyapti. Bir kishini kurugimizga qaytarib kelishim kerak. Mayevkaga kelganimizda endi to'g'ri tushunasizlar. Bu yoshda chopishni o'zi bo'lmaydi. Bittasi yo'qolib ketdi. Hozir boshlamni ham kurukka qaytarib kelishim kerak. To'xta. Otaman. To'xta. Endi mana bittasini ishlam. Kurukka qaytsa. Bittasi tutdim. Endi bittasi qoldi. Toblangan xo'rozni tutishimiz kerak. Toblangan xo'roz. Qayt. Bo'ldi. Boshqa ko'rolmayman. Kurukka o'zi yetib keladi. Dam oldim. Halak. Xullas qaror qildim. Bularni olib kelishga. Ozroq qoldi. Kuch-quvvat. Shuncha tezlikka bu yoshda shuncha chopishimizga bitta like arziydi.
Xullas men bular kurukka qaytarishim kerak. Topshiriq shu. Chopdik. Bittasi to'xtadi. Bunday ko'klamzor tog'u dashtda ertaga bu oyoqlar ishlamaydi. To'xtanglar. Yigitlar. Qaytinglar kurukka. Qaytinglar. Shasha. Ozroq qoldi. To'xta. To'xta. Boshqa chopma. Bular. Biz kelgan joy mana. Hozir ko'rsataman. Yorug' emassenki. Mana shu yerga keldik. Mana shu yerga turibmiz. Hozir men mana ikkovini kurukka qaytarishim kerak. Chovib ketyapti, mana tepalikka chiqamiz. Men turibman. Endi bizdan chopishim kerak. Qarang, qayerda yuribmiz. Buni video chiqadi, to'liq bekalasi kurukka qaytarmasam bo'lmaydi. Xullas do'stlar, ularni qaytaraman deb shu yerga yugurib keldim. Yigitlar qaytish plani yo'q. Adirlik tepasidaman. Xullas, yigitlar bu yoqqa. Shu yoqqa ketdi. Ular kurukka qaytarishdi. Hech iloji bo'lmadi. Taslim bo'lyapmiz. Xullas, maqsadga qaysi yo'l bilan bo'lsa ham erishish kerak. Maqsad qo'ydingizmi? Chiqishga harakat qiling. Ozroq qol. 4 oyoq bo'lib chiqasizmi? 2 oyoq bo'lib chiqasizmi? Xullas, maqsadga erishishingiz kerak. Ozroq qoldi. Yigitlarni kurukka qaytarishim kerak. Ikkalasi tepada. Ozroq qol. Sizlarda shu do'stlaring bormi? Toqqa chiqib ketadigan va ularni qaytarish kerak bo'lsa, toqqa bizda shu quvib boradigan do'stlaringiz bormi? Adroq qiling. Xullas, men bularni quvib yetib keldim. Maqsadimga 4 oyoqlab bo'lsa ham, 2 oyoqlab bo'lsa ham erishdim. Xullas, ikkita sindoshimni tutib oldim. Mana. Keldim. Tilim galstuk bo'ldi senlar qo'yma. Qaytasizlarmi ham kurukka? Mana. Ishladim. Ishladim. Bo'ldi. Finish ketib keldim. O'zim ham tamom bo'ldim. Endi qanday tushaman? Shu o'ylayapman. Qaytamizmi endi? Men aytdim bular uch tepalik chiqmaydi deb. Endi qanday tushishimizni o'ylab o'tiribmiz. Mana qarang, to'g'ri. Ichiga chiqib olib, endi qanday tushamiz? Qiziq shu. Bironta vertolyot o'ynatingizlar. Tushishni qaranglar. Men yalang'oyoq bo'lyaptim. Patinka qo'lda yon bosh bo'lib tushamiz. Lekin ertaga hayotga oyoqlaring ishlamay qoladi. Aytib qo'y. Galasini qara. Ikkita yigit kurukka qaytaraman deb shu ahvol tushdi. Patinka oyoqda. Yalang'oyoq tushyapmiz. Mana ke. Endi tag'da ko'rishamiz. Ikkita tog' echkisini bir bola tutib kelyapman. Ketishini qaranglar-da. Men o'ldim charchab. Ularni bizdan yuraman deb. Ikkita tog' echkisi bilan. Tog' echkisi. Qoch kurukni. Qoch. Qoch. Men ishlab qol. Ishlab qol. Ikkita tog' echkisi tutib kelyapman. Yetib keldik va nihoyat o'z joyimizda. Sizlarga tavsiya qilmayman buncha balandlikka chiqishni.